Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan muammoni hal qilish masalalarini ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi savol. 5 kishidan iborat o'quvchilar bir guruh bo'lishdi. Ularning barchalari o'zlariga berilgan 10 talik savollarning barchasiga demak javob berishdi. Asadbek va Nodir shunday topshiriq olishdi. Ular o'z guruhlaridagi o'quvchilarning to'g'ri javoblar sonini ustozga jadval tarzida demak topshirishlari kerak. Asadbek va Nodir mos ravishda quyidagi taqdim etishgan jadvallar berilgan. Demak, Asadbek qatnashgan mana bu jadval Asadbekning guruhi, Nodir qatnashgan jadval esa bu Nodirning guruhi hisoblanyapti. Demak, Asadbek ustoz topshirig'ini bajardi va bu yerda har bir to'g'ri javob uchun o'quvchilarga 3 balldan berilgan. Asadbek guruhi necha ball to'pladi degan bo'lsa, juda ham oson. 7 ga 6 ni qo'shamiz 13, 13 ga 5 18, 18 ga 4 22, 22 ga 4 demak 26. Hammasi bo'lib 26 to'g'ri javoblar soni berilyapti-da, demak 3 balldan berilyapti va bu bizda Asadbekning guruhi 78 ball olganligini bildiryapti. Xo'p, Nodirchi? Nodir esa jadvalni noto'g'ri to'ldirib qo'ydi. Ya'ni uning jadvali o'quvchilarning qilgan xatolarni ko'rsatib turibdi. Demak, ball berish mezoni asosida qaysi guruh necha ball ko'proq yig'ganligini aniqlang. Xo'p, demak bu xatolar ko'rsatib turgan bo'lsa, bu xatolari bo'lsa, to'g'rilar nechta bo'ladi deydigan bo'lsak, 10 ta o'quvchi, 10 ta savol bor, 5 ta o'quvchi. Har biriga demak 10 tadan savol berilgani uchun jami 50 ta demak savol mavjud bu yerda. 50 ta savol bo'ladigan bo'lsa, undan 6 ta xato, 6 ta xato, 5 ta, 5 ta, 7 ta xato bo'lyapti. Jami nechta xato bo'ldi desak, 6 ga 6 12, 12 ga 5 17, 17 ga 5, xo'p. 22, 22 ga demak 7 29. 29 ta xato bo'ladigan bo'lsa, demak ayirib yuboramiz. Bizda demak 21 ta demak to'g'ri javoblar bo'ladi. Bu o'quvchilarda. Va har biriga o'sha mezon bo'yicha 3 balldan qo'yiladigan bo'lsa, demak ular 63 ball yig'gan hisoblanyapti. Bunda ham ma'lum bo'ldiki, Asadbekning guruhi demak ko'proq demak ball olgan. O'z-o'zidan Nodir guruhi degan javoblar chiqib ketadi-da. Necha ball ko'proq to'plagan deydigan bo'lsa, 78 dan 63 ta ayirib yuboradigan bo'lsak, Asadbekning guruhi 15 ball demak ko'proq yig'gan hisoblanyapti va to'g'ri javob B bo'lyapti.